Assalomu alaykum hammaga. Bugun birinchi marta O'zbekistonda Marvel kinosi o'zbek tilida. O'rgimchak odam yangi kun premyerasidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qizig'i faqat Qiziq TVda. Kutib olishlar boshqacha, ko'rib turganinglardek tekin catering qilib qo'yishgan. Zo'r, o'zbeklarda bitta maqol bor, tekin bo'lsa tosh yut. Biz bundan qaytmaymiz. Agar Mary Jane o'zbek bo'lganda nima ism qo'ygan bo'lardingiz? Mary Jane o'zbek bo'lganda bilmasam endi. Gul chapchap. Zo'r. Rosa qiziqaman Человек-паукka именно shu kinoga kutdim. O'zi kechaga ertangi kunga bilet olib qo'ydim. Taklif qilib qolishdi, zo'r. Biz hammadan vohlik olganmiz, xuddi nimadandir quruq qolayotgandek. Qiziq, vaqt yo'qotmaslik uchun bu yerga mana bunaqa apparat qo'yilgan, shuni sinab ko'ramiz. Mana bu natija, mana. Esdalik bo'lib qoladi. O'rgimchak odam ko'rganmisiz o'zi? Da, ko'rganman. Qaysi biri eng zo'ri deb o'ylaysiz? Peter Parker. Peter Parker. Legendarniy odam. Hammasi Peter Parker. Ana birinchisi bor, Peter Parker. Tobey Maguire. O'sha Tobey aka. Da. Eng yaxshi o'rgimchak odam qaysi? Mana shu oxirgisi. Tom Holland. Mary Jane o'zbek bo'lganda ismi nima bo'lardi? Balki Maryam bo'lardi. Eng yaxshi o'rgimchak odam. Xo'p, bu masalada ko'pchilik Tobey Maguire tanlaydi. Bu legendarnisi deb aytishadi, lekin baribir eng zo'r komikslar bo'yicha ham ideal Spider-Man Andrew Garfield. Mary Jane agar o'zbek bo'lganda ismi nima bo'lardi? Matluba menimcha. Matluba. У нас всего 3 раунда. У нас есть определенные звуки. У нас первый раунд — это саундтреки из разных фильмов. Ваша задача — отгадать, что это за фильм. Вы готовы? Но, есть кто знает? Что это за фильм? Это Стражи Галактики. Стражи Галактики. Вы уверены? Да, правильный ответ. Громкие аплодисменты — это Стражи Галактики. Можно, пожалуйста, призы или беспризорно останьтесь сегодня? Junka, mashatilla qani. Ular hozir Ibitsada dam olyaptilar. Bugun aynan Tom Holland va Zendaya uchun kelganman, chunki Человек-паукda birinchi marta Zendaya chiqyapti. Ular относительно недавно, ya'ni yaqinda o'ylandilar. Из-за этого я так хочу посмотреть. Ularni birgalikda ko'rmoqchiman kinoda. Zendaya o'zbek bo'lganda qanaqa ism bergan bo'lardi? Yunata qo'ygan bo'lardim bularga, Yunata. Menimcha tushgan bo'lardi. Men o'zim Tom Hollandga berardim. Kim o'ynagan kinoda? Sizmi? Kinoda kim o'ynaganini ayta olmaymiz, chunki bizning shaxsiyatimiz ochilib qoladi. Topinchiman, qaysi obrazman? Hali ko'rmadim, lekin yangi qismda Xalq. Mary Jane o'zbek bo'lganda nima ism qo'ygan bo'lardingiz? Alohatxon. Eng zo'r o'rgimchak odam sizlar uchun. Andrew Garfield. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Tom Holland. Bu o'rgimchak odam. Uni bilaman. Zendaya. Uni xotini. Доктор Стрэндж и Норман. Qizi. Правильно? Kinoda, hayotda ham. Keyin o'rtog'i bor. Semizroq. Uni ismi o'zim ham esimda yo'q. Men o'rgimchak odamman. Fikrlaringiz. Xullas kino spoiler qo'yamiz, lekin zo'r chiqqan. Makro kadrlar oldingilariga qaraganda ko'proq. Men uchun eng yaxshi o'rgimchak odam Tobey Maguire. Birinchisi bo'lganligi uchun men qanaqadir unga ko'proq simpatiya bor. Sizni MJingiz qayerda? Просто bilet bitta ekan, o'shaning uchun bir o'zim keldim. Tor granatalari faollashtirildi. Kino dahshat, zo'r, потому что oxirida men spoiler qilmayman.
yig'lab borasizlar. Bu filmga обязательно tushishingiz kerak. Plyus. Mana kinoni ko'rib tugatdik. Qiziq TV. Qiziqlari faqat Qiziq TVda.